Mana o'zbek futboliga totalizator kirib kelishi mumkinligi haqida gaplar yuribdi-ku hozir mana bu narsa davlat tomonidan ham ruxsat berilish arafasida turibdi bu narsaga. Va bu katta pul olib kiradi biz futbolimizga so'zsiz, chunki bu bukmekerlik kompaniyalarida pul katta bo'ladi. Lekin buni qanaqa ijobiy yoki qanaqa salbiy ta'siri bo'lishi mumkin bizning futbolimizga, ya'ni kirib kelsa? Ko'pchilik o'lib ketadi bizda birinchidan. Nima bo'ladi? O'lib ketadi. Shuning orqasidanmi? Shuning orqasidan. Chunki ko'pchilik pul tikadi o'sha narsaga. Bankrot bo'ladi, yutqazadi, undan qarz bo'ladi, undan qarz bo'ladi. Shunaqa qilib o'zini o'zi o'ldirib yuboradiganlar bor-da hozir. Shunaqa qilib depressiyaga tushib o'lib ketadi ko'pchilik. Shunaqa deb bilaman, u kerak emas deb bilaman o'zbek futboliga. Bizning mentalitetdan, bizning dinga kerak emas-da bu narsa. Biz O'zbekistonda 99% musulmonlar yashaydi-yu. To'g'ri. Masalan, juda ham o'zini yomon narsaga nimasini jalb qilish bo'ladi-da bu odamlarini. O'sha kim olib kirsa ham. Demak, buni hech qanaqasiga to'g'ri yaxshi tomonlardan qilib undan ko'ra shuncha yil shu narsasi keldi-ku, shu narsasi ketgan yaxshi deb bilaman men. Chunki ertaga buni bu dunyodan keyin ham bor ko'p narsalar. Bu dunyodan keyin ham ko'p narsalar, u ertaga javob berish bor bu narsalarga-da. Shuning uchun ham boshqa tarafdan ham olib qarash kerak. Faqat hozirni o'ylab bu narsani qilishni o'tirib shuncha pay shu narsasi keldi, shu narsasi ketganimiz yaxshi deb o'ylayman.